Bugun biz Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga yetib kelganmiz. Navbatdagi obyektimizga to'liq obzorni qilib o'tamiz. Sizning uyingiz ekitaj, patolog deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, mana bu fasollarimizga nima deysiz? Bunday fasollarimizdan 100 dan ortiq fasollar bor. Xudo xolasa sizning uyingizga ham shunday go'zal fasollar qilib berishga harakatini qilamiz. Mana shu uyimizga shu fason yarashganmi, yarashmaganmi izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Bu joyimizga 120 kvadrat lis ketdi. Eniga 1.10 sm, uzunligi 16 metr, eniga 18 metr, orqa tomoni ham 16 metr. Shunda 120 kvadrat ishlab berdik. 135 ming so'mdan qilib berdik. Ketgan list hisobiga hisoblanadi biz ishda. Bu ishimizga xizmatlarimiz dastavka, shurup, usta haqqi, material, hamma narsa bizdan bo'ladi. Sizdan faqat abid bo'ladi. Bu joyimizni polностью yakunlab berganimiz 15 million 600 ming so'mga polni yakunlab berdik bu joylarda. Kimda qanday fikrlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar, nomerlarni pastga qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bir dona like tugmillatib qo'yamiz.